Assalomu alaykum obunachilar, sizlar bilan Melgamiz. Bugungi videoda sizlar bilan Jivaniyaning ikkinchi qismini chiqaramiz. Qani ketdi. Birinchi o'rmon qorong'i ekan, nima pishirib olaylik deb. Sizlar mana shunday qilsa, bitta nima beradi bizga? Ko'mir beradi. Pishirib tutamiz obunachilar. Instrumentlar ham yasab turamiz, obunachilar kerak bo'lib qoladi. Masalan, qilich yasaylik obunachilar. Tezroq bo'ldi pishdi obunachilar. Endi ana fakir yashaymiz. Yasab ol. Ketdi qo'lim. Ana obunachilar. Bu bitgan ko'pili. Yitel, salom. Qochishdir Yitel. Bo'lmasa obunachilar. Ana ketdi tashqariga obunachilar. Sekin chiqishni boshlayveramiz. Obunachilar, sizlar zeriktirmasdan menga ko'ra ertalab bo'lishini kutib turay, bo'lmasa obunachilar. Bo'lmasa kutib turay obunachilar, sizlar meni ungacha pauza qilib turaman obunachilar. Mana obunachilar ertalab ham bo'ldi. Bo'lmasa biz videoni boshladik. Mana bo'lmasa videoni boshladik obunachilar. Ana Yitel hali ham shu yerda turibdi ekan obunachilar. Nima qilmoqchi edi? Uyga narsalar qo'ymoqchimidi? Qilishni boshlaymiz obunachilar. Bu yerga o'tolmayman obunachilar. Hop, ana shunga bo'lmadi obunachilar. Bo'lmasa ovqatlarni olamiz. Obunachilar aytgancha komment yozinglar, ikkinchi qismi chiqadi, bo'lmasa chiqmaydi. Like, obunaga bo'lsa chiqadi obunachilar, uchinchi qismi ham chiqadi. Bo'lmasa sekin o'tirib biz ovqatimizni yeb olaylik obunachilar. Mana yeb oldik obunachilar. Endi yana videoni boshlaymiz. Mana bunday qilamiz. Chiqamiz. Hop. Obunachilar. Bularda ekib chiqaveraylik. Yitel ekmasligi ham mumkin. Kartoshkalardan olamiz bo'lmasa obunachilar. Kartoshkalar pishibdi. Mana ketdi. Obunachilar shu ham teganiga tegdi, bo'lmasa ketaverdi obunachilar. Mana bu bizni uyi obunachilar. Bo'lmasa mana bu yerga qo'yaylik. Turibdi ekan. Bo'lmasa narsalar. Kerak bo'lsa faqat ishi bor. Bu uchun adashib boshqa uyga kirib qoldim. Haqiqiy uyim bari. Nariyada. Ketdi, bo'lmasa daraxtlardan ham chopamiz. Sakraymas yo'q. Tushib ketdim. Voy.
Canımızı doldurib olamiz. Ana iyi oldu. Obunachilarimiz yana videoni yana boslaymiz. Hop, mana yuribimiz obunachilar o'zimizniki. Mana. Endi bizga yotoq kerak. Yotoq topamiz. Qani ketdik. Biroq ben hujum qilsang avtorlik qilish bilan hammani o'raman dedi. Ke o'zimni qo'yaman. Yo'q, ketib bo'lmadi. Ana endi yana ikkita kerak bizga obunachilar. Hop, ana huna qo'y. Mayli, nima qo'yaveraylik, bolasi bor ekan obunachilar. Ovqatimiz qolmabdi obunachilar. Biz rahim shafqatsiz basmiz-ku. Ketdik. Aralashdim. Qo'ldesa, ketdik. Men sizlar bilan hazillashgandim. Xursand bo'lib, endi turishdi obunachilar. Yeyim sakin o'ldirmasdan ketdi. Xudoga shukr, turishdi obunachilar. Ana obunachilar yeb oldik. Endi kartoshkalardan qo'yib qo'yaylik. Pishgani. Pishgani yaxshi obunachilar. Mana bo'lmasa bizga nima qilamiz? Bu yerda menimcha bu yerda kitoblar hamma o'qib bo'lgan. Ularga kerak. Ana. Bu ana bizga kerak bo'ladi. Ketdi. Rahmat. Bo'lmasa o'zimizning kitoblar yasaymiz. Qani endi yasaymiz. O bitta devan yasaymiz obunachilar. Endi bizda ham devan bor obunachilar. Ana. Yurib joylashdi. Sur bo'ldi obunachilar. Endi esa biz o'zimizning kitoblardan yasab olamiz. Bularni mana bu yerga qo'yaman ularni. Jitillar ham o'qib turadi. Hop, ana. Nettalashadi. Bittasini olib, olimga o'xshab, ushlab turib o'qishaveradi. Mana bu yerga o'tiradi. Hech kim o'tirgan joy qilib qo'yib obunachilar. Jitillarga o'xshamadi. Voyt. Bitta blok yetmayapti obunachilar. Rahmat. Ana obunachilar. Endi o'qishga qulay bo'ldi. Xo'p, mana buni ana bu yerga qo'ysak, bunisini adashib ketdim. Bunisini qo'yish nima kerak bo'lmas ekan obunachilar. Bo'lmayapti. Bo'lmasa uzun usulundan qilaman obunachilar.
Voy, palakating. Bullar bor ekanmiz. Chekrasi kerak edi. Voy. Buni chiqib turaylik-da. Ana. Sonlashtirsa bo'ladi, obunachilar. Ana. Endi o'zimiz baland chiqamiz. Rahmat, shuncha joy uchun. Yo'q, bo'lmadi. Mana. Hop. Yo'q. Mana. Buyur bo'lmadi, atay. Palakating yuri. Mana shunday qilib o'g'illarimiz. Loyqani? Nega? Bag bo'lib qarab bo'ldi o'ylab qo'yaman. Ana. Qalli obunachilar. Shurgani tunadan tutaylar obunachilar. Ularmikin hozir siz? Bo'lmas ekan-da obunachilar. Mayli obunachilar. Obunachilar shuna qilib video tugatamiz. 3-qismi ham chiqishi mumkin. Kommentga yozib qoldirasizlar uni. Yoki obuna bo'lib ko'proq like yig'sa, o'shundan chiqaramiz obunachilar. Xayr bo'lmasa obunachilar, like bosib obuna bo'linglar. Bo'pti.